Assalomu alaykum akalar. Noyobini so'raganlar bor edi. Shunaqasidan bitta topib qo'ydim. Bugun obzorimizda Dodge Ram mashinasi bo'ladi. Akalar, mashinamiz 2017-yil ishlab chiqarilgan, 34 ming kilometr bosib o'tgan 507 motor. Akalar, shu vesiga qaramasdan mashinamizda dalnigi 10 ta benzin rasxod qiladi. Shahar ichida 14 ta benzin rasxod qiladi akalar. Mashinamizda 507 motor, motori ходовой, korobkasi ideal holatda, родной kraska, mordasi полный broneplyonka deb bitta mashinani ko'ramiz. Mana qaranglar, nima apparat bu? Kattaligini qaranglar. Juda ham katta keng, polniy nikel xromlar, облицовкаlar, faralari ham juda ham chiroyli. Hattoki bokovoylari ham nikel, diskalari ham nikel. Yomon tushib turibdi, qaranglar. 507 katta motorda tasavvur qilasizlar. 507 motor shahar ichida 14 ta benzin xarajat qilsa. Orqa bagajni qaranglar, kattaligini. Ochiladi. Bemalol bitta tuyani yoki bitta molni sig'dirib olsa bo'ladi yoki bir 5 ta qo'chqorni sig'dirib olsa bo'ladi orqasiga. Juda ham chiroyli, katta mashina. Ham qo'chqorni ko'rasizlarmi? Konkretniy qo'chqor. To'ri-to'r, ya'ni to'rvada hosillar bilan bitta interyerini ko'ramiz. Mashinamiz Jeep bo'lishiga qaramasdan, pitimesniy mashinamiz. Polniy kojinniy salon, oldi ham, orqasi ham juda ham katta bo'lgan bar, karbonoviy detallar ishlatilgan. Klimat kontrol, avtomat korobka, o'zini monitori va o'zini tablosi, stiklopodъемniklar va detskiy rejimlar, hamma narsasi bor. Mashina xullas bomba. Okalar, shu mashinamizni bir hafta oldin 55 ming dollarga berilmagan. Mashinamizning narxi 59 ming dollar. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Bunaqasi noyob va topaman desanglar, qiynalasizlar. Hozir nalichada bittasi bor. Bemalol aloqa qilib ko'rasizlar.